Sen ormanda ben o beşere gibi durardım lekin tirik orman emasdan balkim agarda ormondagi odam bo'lganda basharasiga urardim balagat qo'limga tikanib kirib ketdi aytgancha hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar bilan men Rashid Karimov mana yengina videorolimga xush kelibsizlar bo'ladi xullas bo'laman hozir nimasi bo'ladi ormondan ozgina baliq o'ylab ketgandim qaranglar bo'ldi ikkita baliq tutdim bugun juda ham yaxshi bo'ldi endi buni biz yorib mazza qilib pishirib yesak bo'ladi lekin bo'ldi barakat qo'limga bo'ldi tikanib kirib ketdi endi yomon og'riyapti bo'ldi nu katta tikanib kirsa ham bo'ldi aytgancha bo'ldi qaranglar mana bu kameralar bu yerda nimaga turibdi deysizlarmi hozirga tushuntirib beraman bo'ldi uy barakat nimaga Minecraft bunchalik qo'tyapti mayli bo'ldi tak mana buni bu yerga pishirishga qo'yib ketaman bo'ldi va pishgandan keyin mazza yeymiz bo'ldi tak mana qorbog'imni solaman mana buni ham solib aytgancha mana kaskamni bechib qo'yay sababi bilasizlar kunlar isida o'shaning uchun kepkamni kiyib kaskamni kiyib yuraman bo'ldi ya'ni oftob o'tmasin deb sababi kunlar juda ham isib ketdi lekin yomg'ir ham o'shanga yarasha juda ham qattiq yog'yapti bo'ldi tak balakat olg'osinchi va bo'ldi yomg'ir yoqqani sababli nimasi bo'ladi allaqachon ana bunaqa tikanaklar ham o'sib ketdi agar ishlik bo'ldi qaranglar mana bu kameralar qishloqda nimaga deysizlarmi bo'ldi xullas ko'ram qishloqqa nimasi bo'ladi politsiyalar keldi sababi esa bular shaharda juda qimmatbaho bo'lgan almazli mashina yo'qolgan deyishyapti balakat bo'lib qaysi ahmoq almazli mashinani yo'qotib bo'lishi mumkin bo'lib undan qarasa original almazdan yasalgan mashinani yo'qotib olishgan va uni bizning qishloqda deb taxmin qilishyapti sababi izlari shu yerga boshlagan ekan hozir bo'lib o'shaning uchun bu yerga politsiya kelgan bo'lib bitta dona politsiya kelgan bilmadim lekin ko'proq kelish kerak uy barakat biz bordim tak bu yerga nima ishlayapman yo'q stop bu yerga axir qarshi kelish kerak edi va tayyor olmasa tak mana bu yerdan mana buni olamiz va bo'ldi mana bu ham ter bo'lish kerak barakat suvga tushish umuman yoqmaydi mayli lekin oyligimni olishim kerak albatta sababi o'zi bitta dona nimasi bo'ladi pul topayotgan ishim bu youtuberlik va ikkinchisi esa shu poliz ishi bo'ladi endi esa bularni merga olib topshirish kerak bola politsiya esa mana bu yerda mana kelgan tak assalomu alaykum mer va alaykum assalom kirib keldingmi da keldim mana olishingiz mumkin mer mashina hali ham topilmadimi yo'q topilmadi tushunarli mayli noqolsa sog' bo'ling sog' bo'ling nima qildi mayli bo'ling garajda qaranglar men bo'lib shunaqa sigma bo'lib ketdim va o'zimga Nokia oldim bala qaranglar oldingi telefonni sotib oldim lekin bu Nokia ham bo'lib bilasan tushunmadim bu yana nima bo'ldi hozir ko'raylikchi bo'la xullas bo'la Nokia nimaligini bilasizlar bo'la ana Zaynab bilan Gulmurod urishga bu bo'la bitta ursa bo'la urush tamom ular bo'la bilan nima bo'ldi bu yana qaranglar mana bu yer blok mana bunaqa bo'lishi kerak lekin shu yerda g'alati bo'ldi hozir qishloqqa borib gaplashib kelishim kerak qishloqqa voy palagat qo'rqitib yubording-ku qishloq yaxshimisan yaxshi o'zing qalay qishloqqa mana uyingni yonidagi mana bloklar shu yerda g'alati bo'lib qolibdi qanaqasiga bilmadim yur chiq mayli yur chiq qani davay chiq hozir senga ko'rsataman qara mana bunga voy rostdan bu yerda nima bo'ldi bilmadim shu yerda fake blokka o'xshayapti bilasanmi rostdan fake blokka o'xshayapti osonat bir hozir rostdan fake blokka o'xshayapti mana bu narsani olib tursam bo'ladimi nimani stop palakat hozir inventarimni ko'raychi tashlashga narsa bormikan davay topchi yo'q ekan davay mana buni olib turay keyin qaytaramoqman mana buni da uyim qulab tushadi-ku qulamaydi qani tashlab ko'rchi voy rostdan fake blok davay tushib ko'raylik sen tushib ko'r yo'q men o'zim tushib ko'raman qani uyim tagiyu davay tushib ko'rchi lekin qo'rqyapman qo'rqma davay qishloqni padishga bo'lib turma senga davay tush voy rostdan fake blok ekan davay bo'lib tushib ketdi bo'lakat mana bu o'rniga qaytib qoldim bo'la rostdan bo'lib fake blok ekan qaranglar bunga men tushib ko'raychi tushunmadim jetel bu almaz mashinam yo'qolgan da Juniorson bani uyimda tagida nima qilyapti bu bilmadim jetel buni qara politsiyaga aytish kerak buni jinni men qamoqqa olib ketaman axir meni uyimdan avtobusdan tagida topilyapti-ku jinni yo'q o'zim tarafingni olaman sababi sen o'g'irlamagansan to'g'rimi buni yo'q albatta palakat o'zi Juniorson kameralar bugun o'rnatildi agar kecha o'rnatilganda kim o'g'irlaganda bilishimiz mumkin edi rostdan bu qimmatligiga qaranglar bo'la bu almozdan yasalgan ekan qishloq xullas qara o'zim hozir politsiyaga borib aytaman va sen tarafingni olaman qo'rqma sen qamalib ketmaysan bo'ldi qamalib ketmasam bo'ldi senga ishonaman bo'ldi ishonsang bo'ldi palakat mana bularni olib tashlash kerak bo'ldi rostdan bular bo'ldi qaranglar mana bularni bu qishloq rostdan ham bular fake blog ekan da
tushunarsiz bu yerdan chiqib ketish kerak endi harakat mana bu bizga to'g'ri keladi. Qishloq olsam bu yerda turaver, nimadan chaqirib kelaman politsiyalarni. Hop. Harakat bo'la mana buni to'g'rilab mayli bo'lib turaversin, sababi hozir politsiyalarni tush kerak. Tak mana bu yerda tashib ketaman bularni va yo bola o'zimga qo'la qolay, sababi kimlar to'g'rilashim kerak bularni. Yo'q, politsiyaga tezroq bo'lish kerak, qanaqa borish kerak. Assalomu alaykum politsiya. Va alaykum assalom yana bir marta. Xullas keling, mashina topildi. Nima? Rustammi? Da, mashina topildi. Yaxshi, mana u yerga olib borasizmi? Da, yuring. Xo'p, hozir boraman. Doy. Hozir politsiya kiradi va bo'lib buni biz surishtiramiz, mayli bo'lib tezroq. Voy, politsiya kela qoling endi. Rostdan ham o'sha yo'qolgan mashina ekan. Da, politsiya to'g'risiz. No, endi bu mashinani nima qilamiz? Yering, mana bu yerga chiqing, hozir aytib beraman. Xo'p. Xullas kelam, rostdan ham qishloqni bunda aybi yo'q ekan. Da, albatta, sababi men agarda bu mashinani o'g'irlagan bo'lsa, nimasi bo'ladi? Kuni bilan ish o'zini yashirmadi, bilasizlar, bu nimalarga ham bordi. O'zingiz bilasizlar, bunaqa bir nimasi bo'ladi. Palakat, attilimizga chiqib ketgan mayli, xullas, bilasiz, ana bunaqa bir majlis o'tkazdingiz, o'shanga ham bordi. Agarda bu qo'rqib bormasangiz, unaqa bo'lsa, spokойно gapirib turibdi. Da, bilamiz, undan umuman aybi yo'q. Lekin unaqa qarasa, u barmoq izlari ham chiqmadi. Da, qishloqning barmoq o'zi 100% bo'lardi, uni ko'tarib olib kelmaydi. Da, xullas kelamadi, biratan unaqa bo'lsa, xullas sizga bitta ishim bor edi. Xo'sh, hozir to'xtab turing, aytgancha mana bu bloklar nima dedingiz? Mana bu bloklarni fake blok bilan kimdir yopib ketgan. Da, mana bu bilan edi. Palakat buni kattaligini rostdan fake bloklar bilan yopib ketdi. Da, tushunarli. Mayli unaqa bo'lsa, biratan nimasi bo'ladi? Hoziroq sizga kattakon rahmat. Endi siz bu mashinani chiqarib berishingiz kerak. Chiqarib, mana bularni dalil sifat topib ketaman va bittasini qoldiramiz. Xullas, mana buni siz o'zingiz chiqarib berishingiz kerak bu yerdan. Lekin qirib bo'lsam-chi? Yo'q, iltimos, qirib olmasdan zo'r qilib. Xo'p. Sizga aytgancha, qishloqqa kelingizga zo'r nimasi bo'ladi? Bizni sovg'amiz ham bor. Sovg'a? Da, hozir chiqarib beringlar, o'zim ko'rsataman. Xo'p. Mana bittasini nima qilib ketdingiz, biratan? Bo'lib palakat. Bloqat yetdi. Yo'g'im yo'qolib bo'lib, barakat endi mana bu mashinani men chiqarishim kerak bo'lib, lekin tasavvur qilyapsan, bo'lib almazli mashinani bu yerdan chiqarishim kerak. Bola, men agar urib olsam, qimmatga tushadi, lekin voy, barakat aytgancha kecha bola mana lopatkam sinib qolgandi, shuning uchun amal endi qo'ldan qasdga to'g'ri keladi. Qishloqda baribir lapatka bo'lmasa ham kerak, sababi u ishanaqa ish qilmaydi bo'ladi. Tak endi siz bu yerdan sekin chiqarishga harakat qilamiz, lekin qirib bo'lsam-chi bo'lib, qirib olsam, lekin tamoman bo'ladi. Shuning uchun zo'r qilib o'zimga ishongan holda chiqarishim kerak bo'ladi. Tak mana bu qaraylar bo'lib almaz mashina. Tak endi siz bu bilan amal turaversin bo'lib, keyin yopib ketaman. Tak endi siz buni sekin chiqaramiz bo'lib, to'g'risam dovdir bo'lib qoldim, sababi bu mashinani qaraylar bo'lib, ichkarisam toshi almazdan palakat. Tak endi siz bu yerdan sekin chiqaramiz. Juda ham yaxshi. Qo'yaylar, yaxshi chiqardi bola. Da, rahmat. Endi esa bo'lamamchi buni merni uyini oldiga olib borishimiz kerak, sababi palakat hozirgina aytganda merni uyini ichida bo'laman deb, tak endi esa bu yerga sekin qo'yamiz bo'lib, sekin. Mana bu F5 lar bilan tak mana bu yerga qo'yamiz va всё, normal bo'ldi. Hammasi chiqdi. Endi esa ana bu olmoslarni ham qazib olish kerak, sababi bo'lib buni orqasida bir juda ham ko'p miqdorda olmoslar bo'lgan. O'sha bilan qurib ketgan bo'lib kim bo'lsa ham, lekin kim o'g'irlaganini topsam, basharasini men buzmayman, politsiya ishlab buzadi. Kirsam maylimi? Kiravering. Assalomu alaykum, mer. Va alaykum assalom. Xullas kelam, biratan mana bu mashinani ko'rdingizmi? Mana bu yerga olib borib qo'ydim. Yaxshi, juda ham yaxshi. Nima bo'lasizlar? Ovozli o'xshar ekan-a? Da, o'xshaydi. Mana o'zi jitel, nima aytmay qo'yaveray, jiteldan yaratilganman. Jinnimsiz? Mayli. Xo'sh, endi nima qilamiz? Xullas kelam, sandiqdagi pullar sizga. Nima? Tushunmadim. Hazilashasizlarmi? Yo'q, albatta, sizga katta rahmat. Sababi bu, sizlarga aytaman, bu bizning bossimizning mashinasi, agarda bizni tezroq o'rniga olib borib qo'ymasak, o'ldiradi bizani. Tushunarli, lekin sizlarga katta rahmat buncha pul uchun. Arzimaydi. Qishloqqa kelaga albatta bo'lish olasizlar degan umiddaman. Bo'ldi, unaqa bo'lsa, rahmat sizga, men ketdim. Buni qaranglar, shuncha pul hozir qishloqqa bilan bo'lishib bo'lamiz deb bo'lib, buni hozir bo'lishamiz. Qishloqlar barakat shuncha pul qatdan oldingiz. Astaga ishinglar bo'lmasin. Tak yetar, boyib ketdik biz.
O, buncha pulni qayerdan olding? Mana bu mashina uchun berildi. Oho, boyib ketdi-ya. Da, boyib ketdi. Qara qisog'im, menda bor yo'g'i 3 stak pul bor. Mana senga, mana 2 stakini senga beraman, qolganini o'zimga olaman, bo'ladimi? Nima? Mayli, bera qol. Mana o'zing mumkin. Menda faqatgina 1 stak pul qoldi xolos. Bo'pti, rahmat. Arzmi ketar. Bu palaga prosto tak mana buni endi yo'q, amali buni yo'q ketmay o'zlari yo'q bo'ladi. Mana bular bilan ishim yo'q endi bo'ldi. Mashinani topishga yordam berdim. Tak endi berib qo'yaman, bo'ldi shuncha pulni endi bo'ldi mana bu yashtirning metib qo'ymasam bo'lmaydi. Bo'ldi bularni ham yo'qotib bo'lishi mumkin. Shuning uchun tak bu yerga endi bo'lib pullarni hammasini sig'maydi. Bo'ldi mayli bir amal deymiz, asqargan bo'lamamcha. Dasqada tak o'ppa qilamiz va все, normal bo'ldi. Mayli unaqa bo'lsa hammasi yaxshi. Mayli unaqa bo'lsa barcha xayr, sizlar bilan yana mana shu kirib bo'ldim. Albatta video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Mayli sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.